Assalomu alaykum. Men Usmonova Muqaddas. Terakzor mahallasida yashayman. Guliston tumanidagi Agrobankdan 50 million kredit olgandik. Shundan ikkita mol oldik, ikkita qora mol oldik. Mana hozir shulardan foydalanib, ta'tildan foydalanib ishlatib yotibmiz. Qo'shnilarga ham nima qilyapmiz. Bundan tashqari o'zimiz yonimizdan mablag' qo'shib yana bitta oldik. Bundan tashqari yana 10-15 ta tovuq oldik. Mana bemalol tuxumlaridan oilamiz foydalanib yotibdi. Mana 20 so'tdan 10 so'tiga shu qora mollar uchun yem xashak don ot mollarimizga nima qilamiz. Mana shundan topgan daromadimiz 65-70 mingga yetdi. Agrobank xodimlariga rahmat.